Amerika taxta bozor ana shunaqa ko'rinadi. Profil ham bor, rekalar ham bor, hammasi bor. To'g'ri ketgan. Yana orqasida ham bor, bu tomonda ham bor. Har qanaqasi, har biri bir-biriga o'xshamaydi. Razmerlar kesilgan tayyor. Qalinligi va uzunligi standart, o'zining Amerika standarti bo'yicha. Nostandart hech narsa yo'q. Hammasi kelasizlar metr va tayyor qilib qo'ygan. Oshxon hamma narsa ulanadigan samarezlar, pamarezlar, kleylar, skochlar, hamma narsa bor. Samarezlar ham taxta rangidagi o'xshagan. Zo'rmi? Zo'r. Unakni bo'lsa. Tomonda nima shpakilovka kraskalar, bu yerda DSP panerlar, tepada gipsokardonlar, unga yana qanaqa mayda-chuydalar bor, uni staroytelni tushunmayman. Mana bu yerda yana qanaqadir parkechlar bor, o'tin o'rniga erning ishlatsa bo'ladi, bu yerga balaskalar. Staroytelni magazin, Home Depot va Lowe's degan shunaqa magazin bor. Velosiped xil. Bilmadim, velosiped xil bular yaxshi ko'radi deb bitta magazin yasaydi, ikkinchisiga o'zi yana yasab konkurensiya qilib qo'yadi. Yopamiz deyapti bizda.